Alim ne damla, ne ödüle, ne pullar emas. Ama bu yılda onu doğmaydan değil. O doğumu adli bir şahs. Kişiler hatta onu olumsuz, doğmuş değişir. Lekin bu yıldakiler için o doğumu suyuyor. Hem onun bilen böyle duruş, doğum köngülü. Bu bolsa sorunlar bölekçilik kızıylar. Cimgor, ündürmezler. Әзілкеш, көңілді он сапар жүрегі ала, тілкеш оқиды. Gördüm ki yıldı ana yüzünge Sögüm ki yıldı Aptat pişkan kağdalma Bu ölgün işlemeydiğin lıntasma dese Ötken aş erik gelgende Acep bir kızlık şoğandı da Alimcilik'a yol vereyim mi demek bu alimcilik'a? Ana. Oy. Oy, yol vermemişsin. Aman. Oy. Alimcilik'a. Senesiz. Ha? Oy. Әкелin қолыңызны. Ha? Тұрыңа. Ha? Тұрың. Допам. Mana ne ya da? Ha? Hilang. Astarak. Ha? Ağrımağandı? Ya ağrımadı. Oy, alimcilik amcanğı. Aman. Yol vereyim mi demek? Aman yol vereyim. Vafa. Oy, alimcilik'a. Yaxşısınız. Qatışıp kettiniz da. Nima çoğudu kısız emdi. Bir yeriniz ağrımağandı? Ya, kalka degan kasofat qo'limdan yerini chiqib oldi. Ha, shundaqmi? Loylaning seni sirsingiz saqayib ketadi. Ha, bo'ldi. Hech qisi yo'q. Bunday qiling, ha? Hech qisi yo'qdi, ha? Hech nima bo'lmaydi. Ma'qul alimchilikka qo'shamsiman men. Hey, alimchilikka? Ha? Eshigingiz bakli miljinkan uxlab qolmang yana. Ha? Men unda uxlab qoldiganlardan emas. Ha, onda bo'lsa menga yetishib beqing, ha? Ha? Onda yetishib olaylik eshigim. Shu. Alimjon, voy balam, tura,
tushib ketdi. Oyey, ma balani uyg'otib qo'ysam yana uxlayotdi-ku. Olimjon, bula. Av uşaq balalarni taloq chiqib o'ynayotqili. Na vaqt? Tura, bula. Adam shunda tatliq uxlavas o'qitib etdi-ku. Olimjon. Oy, Olimjon, chaqqan bo'l. Olimjon! Olimjon! Voy. Ha! Adam ishirtib o'ltiraydim ketdi. Olimjon! Hey, Olimjon! Voy. Ha, mana. Bo'g'na balam, cheyingni ichib, etizingmi? Ay, bo'lyapti men go. Av jonivorg'im uval. Atdigan onasini chala emgan peti. Mangash yo'l tepsida qo'noqlikqa orqalab qo'ygash o'tasan, ha? Chulganga bir qitim bo'lsin suv quyib qo'ysang bo'ldi sen. Odam terik turib kichik. Kichikgina ishqimi? Tura deb odamni atdiganda uxul qo'ymaydi, ko'tildab. Balam puli qo'tildavamsan-chu. Yolg'iz jenimga qaysi bir ishga yetishay. Atdigan qo'pib o'ylini supadim, qalini sog'dim, xotin qo'shdim. Hay. Mo'sh tirikchilikni deb tumshug'imni yartirab. Hay. Dadam bo'lgan bo'lsa-ku, munchivala ko'zingga kirolmas edin. Voy bo'ldilar, apa. Men mandaqil deb qo'ydim. Men dadamning yo'qligini hagi sandolmayman. Ishqetib qatib etaymikin deyapman. Vaqtim ish qaqdak bo'lsa, kombayn paqildim. Yana 3-4 aro aytma. Ansirma. Löngü qinkina? Ha? Qachongacha narsalarni terib yuraman. Mangamo xayrlik yetdi balam. Endi seningmi qirqatlaringni juyib xizmatingda bo'ladigan biresini akildigan ishdi. Hey balam, gapim tek tugimidi. Oye. Voy bala, bu gapni deydisan, tilim bormaydi. Demaydisan, ko'nglim unamaydi. Voy.
Endi shu Oza kunidagi deyishgan gapni. Oza kundiki? Ha, heliqi Patem cho'ng opangning qizi to'g'riliq deyishgan gapimiz shu. Voy. Ya'ni shu to'yning gapmi? Mening endi to'y qilg'im yo'q. Nimishqa? Appa, mening haliqi Masim Kanay degan og'inamni to'naysan-ku? Ha. Hazazil xotindan birini elib edi. Kundi urush, kundi jidal. Yoqisiga esilib, yuz ko'zidan tatlab, urush, mo'rlab, og'iz burunlarini jilvag'il tasqabdi. Hey, u degan o, sen degan sen. Voy, ish qilib o epiza qarvoy bilan to'y qilg'im yo'q. Masim Kanayning xotindan aski nima o? Qip qizil sarang. To'y qilib bo'lgandan keyin tani bilan urib beshim yermas, u vaqt men qada qilma. Amsa, tutishib qo'ygan yerlaring bormi deya? Ha? Tutishib qo'ygan o, Helim qasabnikiga berib 2 kilo go'sha kelgandek ish emas u. Bo'ldilar, apa, boshqa gap qilaylik-chu. Voy balam, undaq degining bilan qiz cho'ng bo'lsa ko'z to'lar, o'g'il cho'ng bo'lsa so'z to'lar degandek xalqning gapi yomonkan. Demisimi, ma'limizdagi o'ylanmaganlarning eng cho'ngi sen bo'lib qolding. Tangtishlaringning hammasi birdan 2 bolasini agashtirib yursa, sen qachongacha ushaq bolalar bilan o'ynab yuraysan? Voy. Mundaq beshingni ichingga tiqib yurayversang, ha qismi gaplar bo'ladi ekan bolam. Voy, hajabmi to'l gap qildi. Çık! Xap. Seni tutib olmaydigan bo'lsam, mana bu yoqqa. Mana. Qassobda qiyshiq apragada qaçsana. Mana. Voy, nimani xiyol qilyaptimi? Ha, opamning gapini o'ylab o'tdim. Biroq kim bilan to'y qilaman? Oy, Epiza qarvoy bilan-ku aslo iqim kelishmaydi. Chiroyi qarsam uyushigim keladi o qitig'irning. Amsa Nima chiqib ketdingiz? Meni qalqachi qoldi. Ha? Manda qiling. Mana. Loylining seni sirpasdan saqayib ketadi. To'g'ri. Agar to'y qilish to'g'ri kelsa, ashu adolat bilan to'y qilish kerak. Ashni appa day. O'zim shunda chiroyli. Uning ustiga Ushirg'anlar men gap qildi. Tunagimi menga qo'g'lab yetishib olamsiz deyotdi. Bu men sizni saqlayaptim navab. Nimishki menga vaqtida gap qilmaysiz degan o'may nima?
Şunda qilay. Çö. Hey, pulu ezmeli qilmay mansangchi balam, ha? Voy, nim bo'ldi? Shimangning kayni po'qtirdi-ku. Onu mozayin tatib edim. Og'am uzib ketib. Qala po'qiga o'ltirib oldim degan. Bo'pti, heliq kunlaring shimangga yangishib ol, ha? Mana. Mang. Bu mozayin tutibdi unda olsa. Mane, Hashim akamning ballarga elib ol. Qo'ling qarab qamisi yana. Gapni obdanroq o'ylish baqasan, ha? Opa men. Ha? Mangmay nimaga qarab tursan? Nima gap balam? Men o'ylish bo'ldim. Ha? Tur. Ma'qul bo'ldingmi? Mayliqi biroq deganing nimasi? Men o'z sen degan hepiza qarvoy bilan to'y qilmayman. Mening Amsa. Mayliqi. Hey, o'g'illar o'g'andiki gachchidi desangchi. Adolatlar. Adolat, qaysi adolat u? Heliq buxgalterlik qildigan. Buxgalterlik? Voy, heliq Ismat Mo'minning qizi-chu. Ha, esimga keldi. Heliqi O'rinchida o'qib kelgan adolatni demsan? Demakchi bo'g'ining sen shuning bilan o'g'o bek o'tsan qiz bola. Biroqsa unig'anmidi? Ha? Nimaga deysan-ku, uning bilan bu to'g'riliq paranglashib baqqanmi deyman. Paranglashib baqmaychi. U meni ko'sli gap qilib yuriydi. Hay balam, mening demakchi bo'g'inim, u senga ma'qul deganmi deyman. Ha? Ma'qul demaychi. O'g'o, obdan xaqning qizi balam. Biroqsa o'qiri ustunroq. Biz dixon xaqni ula yartamdikin tang. Uning ustiga mening seningdan boshqa hech nimam yo'q. Sen uning bilan to'y qilsang, qerig'inimda men ularga Voy opa, xotirjam bo'g'ina, men unda xotinni deb ota-onasini tashitadigan vafosizlardan emas. O'g'o, shundoq bolam. Shuning bilan baxting echilib ketsa-ku, men bog' vaslimni otib etishga rozidim. Biroq shu Opa, biroq davr dekansa, men hech ish uqmaydigan kichik bola bo'lmasam ya. Endi deyman balam, u qiz o'z rozi bo'lgandan keyin uydagilarimi yoqtab ketmas. Shundaqdimi, avval o'z og'zidan aniq javob olsang, ondan biz xalqning oldida yuzimizni yo'riq qilib, chiroyli qoidasi bilan busuqqa atilsaq deyman. Opa, men yetib ketdim, xo'sh. Xo'sh, xum. Hanımcan, kalk kobigen. Toy qilib mangan o'qmasın, ha? Sen qanday qilib qolding? Men bag'o. Ma yerning tagidagi ishlarning ko'shkini bilib olgan odamni. Qanday qilibmi? Digina, kim bilan to'qilsa? Adolatlar. Ayoq, menda aylanib kelay deb. Qiz tanlatmaqdim digina. Lekin za ag'ina, mushu qip qizil gilos ko'nglim basam, piyonlarkan deb qizlar seni yaratmaydi, juma. Men mo boy bir qarab seni boshlang'uchdan sinib ko'chanmay, o'qiyvergan qir yigit o'xshaydi deb qoptiman, ha? Gap qila.
Alacağım kilosu çok değil, çok değil. Şu yaksallıkta gidelim şu adamdan alıp gelme tarihi. Kim bilmeydi onu. Şimdi değil. Bu şey bekliyor mu? Kaçancı öğlenme jürilik gibi karışa gitti. Toy. Keşke şu toyunun gibi. Hecep bir toy donmuş toyunun gibidim. Oğullar qizlar gap qilganda nimalarni aytdikina? Ha, rost. O'tganda etizda uxlab qolmang yana deganda qilgan. O degini sizni saqlayveramdim deginmikina? Men bir kirpaqay. Bu işni tadıyacağını bir de bakaylı. Şuna kısa kullandı ki. Bu oval bir kirpak ile neydi? Adalet. Voy, Alimjinika, bu yoqqa kelib qapsizg'i. Men undaq uxlab yotadiganlardan emas. Nima? Nima dedingiz? Men opam bilan maslahatlashib. Opam bilan maslahatlashib? Nimani? Ay, baldılar. Hay, to'xtang. Gapingiz taxtigimidi? Amsa desem bo'lamda? Qani tezdan. Men opam to'y qilaymikin deb. Nima? Opangiz to'y qilmoqchimidi? Yo'q, men. Sizmi? Kim bilan? Siz bilan-chi? Men bilan? Ha, siz ma'qul desangiz opam ham ishni bitirib qo'ygan. Bek qiziqkansiz Alimjinika. Kimdir bir şeylerimni zeytay dediniz. Men İsamning chaqchaqlarini boshilib kelgan. Esamda keltiramsanmi? Xilqamlashtirib qo'ymanmi-ki? Demak, men sizga tegdi ekanman-da. Ha, mana. Meni baqalasizmi? Boqma-chu. O'g'il o'singizmi boqma. Bek qiziq ekansiz Alimjinika. Demak, un xotin oldi ekansiz-da? Yo'q, birini olaman, sizni-la. Bo'ldi-la, Alimjinika. Bundaq chaqchaqni qilishmayli. Mening ishim batdi, men mangdim. Unda Osman. Etingiz yerib qapti emasmi? Baldiraq desangiz bo'lmamdi? Oy. Qarang Alimjonga, meni izlab ketdi. Oy, aşı alınma. Alın boşku o. Çıngırak oturma. Oy, ma hiliqi Lazi bilan pomidorni, chayzi bilan yon-yon ulayman deb yuradigan hiliq turaqchayan-ku. Tova. Bu adolatning nima qilganikidan mening ko'zimchil uning motosini kayniga minib ketib borda. Xat turaqchayan. Elimo qurt qo'ng'iz, ko'ktat-bo'ktatlan ulaydigan bir narsa bo'g'uning. Bir ayana boshliq olsan qanday qilatding keyin? Xat turaqchayan. Men sening ko'zingdan o't chiqirib atmaydigan bo'lsam, adolatni seningda tortib olmaganimni bir ko'rib baq. Elg'o choyan kelsan, 7 boshliq yalmavuz olsangmi, sening adabingni bir bermaydigan bo'lsam,
Oy, Alimjon, qanday qavalang bola? Bugun hajab chiroyli bo'lib ketibsan, ha? Qarama, kostyum burilkilaringning yarishib ketganini. Nega manda bola? Jura bilan jura. Uy kirmiz, jura. Bo'ldi. Ha, jura. Men kirmayman, bo'ldi, kirmayman. Opangga qo'ygan qo'g'in bor, shuni bo'z ketgan. Jura. Kirmayman. Jur deyman. Ma. Ha. Jura bilan jura. Ha, nemadan tortinsa deyman. Bu o'zining uyiga o'xshash. Mana. Jura bilan. Voy, Epizar. Qizim, avu bog'dagi qo'g'indan ochiqa, Alimjon akang uyiga og'ash kesdi. Jura bilan. Tortinma, bu sening uying bilan o'xshash. Dada, qo'g'indan chiqib qo'ydim. Atıştıgam obdan jut Düşşembe bazarba Düşşembe bazarba Yitimçini kollaydı Sultan mazarba Yitimçini kollaydı Sultan mazarba Bu nakşına selim oğul hacı var. Sizge samsa eprey Sizge samsa eprey İçimde derdim tula Yoldum ağaç deprey İçimde derdim tula Yoldum ağaç Ya Alimjon! Alimjon gel. Oy. Oy, Alimjon, mükü-mükülangma. Ne kaçsıla? Ben kaçmadım. Mana kitayda, mana. Vah. Dimakni yeri vetkidek burayda. Tatlı qoğun oqşmandı. Qo'yanglar ko'rpaqina qo'g'inni. Oy, Alimjon ag'inimizga qo'y. Jura billa o'ltirmas. Bo'ldi. Men ketay. Qo'g'inga mayat turib-turdi. Jura, bizdan o'tiramiz, parangiz. Manga qo'g'inni turibdi. Manga, chiqa. Akila qo'lingni. Chiqa. Astag'firullah. Tata. Nimaga ham avval? Nima ishtirapsanlar? Qo'g'inni bir ketmaydi. Qo'g'inni nertra beshing sekmaydi. Manga. Qo'g'in deydi ekan. Mana qo'g'inni opirib manga qo'g'inga turaverdi. Ha, o'ltir. Qo'g'in opirib desam opam tillaydi. Voy, kila qo'g'inga turaverdi. Biz ham o'tiramayadi. Avval o'lta qo'g'inga turaverdi. Ajab ansiraysan qo'g'inga turaverdi. Birada opqashmaydi. O'tira avval. Ha, qani Alimjon. Ama birni. Ola ishi. Qani birni. Jup. Buna. Ola. Ishcha. Ishmayman men. O'tira bizdan. O'tira. Akila. Mavag'o, araq emas. Mayaq qariya. Qo'g'inim. Bak qo'g'inim degan turaverdi. Mavag'o araq emas. Shipajima, mavu shipa. Qachon hech kim aralashmay o'kizdek o'tayversa, ancha-muncha mandaq so'rlag'ib qatnashib qo'y. Manvag'o, bizga o'xshash meditsina tuki va o'g'il bola ishtigan narsa mavu. Mavu musallas, shifoliq narsa. Isha? Ola. Voy ishtaymi? Mushkil narsa. Qara, ola. İşçe. Estağfurullah. Vay işçe. Memsem oğul oldak ha. Küppür bir işvete. İşçe. İşçe. Mana. Bezmiker. Emdi bo'ldi. Akila piyalni. Emdi vaqo o'g'il boldak ish qildinglar. Tuta piyalni. Almadın biri. Ne adaş? Amigine? Almaya. Alimjon yana bir qo'y. Alimjon.
Abi yaxshi, sening hurmating. Mavo amdi sening navbating. Ala. Ha, ala. Gapni yana birna. Agila. Qana. Ha, ishchi. Ala. Ishmayman. Gapni Qiynalgan ekan. ala, ishchi. Birni ishlang, ishing bo'lmaydi. Ishchi. Voy, nima bo'ldi buningga? Estağfurullah. Ay qo'g'ini kal yapibdi. Qo'g'inim. Alimjon. Shunlar, nimda vaqiraversizlar? Ay qo'g'ini kal yapildi. Jeb xotirjam bo'lamidinglar? Mana qatanglar, qo'g'ini olamat ketdik. Aka. Asta ala. Hadi. Ha, bo'ldimi? Bo'ldi. Ko'ngling aram topganda, hadi atrofga. O'sha turibsizmi-ki? Hadi. Sorry, ha. Amanga, ha, o'tira. Ha, o'tira. O'tira deymi? Ha. Qandaq, endi bo'lganda? Endi mana, ala. Ishmayman. Ko'tira. Ala. Voy ishchi, yo qarab tursanmi? Qo'g'iningmi keldi endi ishchi. Qo'g'ining yerinda turib, yana g'ing qilsan-ku, ha? Ishchi. Ala. Ha, bunda, ha. O'g'il oldik ish qila. Ha. Endi ko'ngling aram topganda, men qo'g'iningmi yeniga keldi. Ha. Endi men birdan tutta chilib o'tirlar. Ha, ala. Birat ba'zi chilinglar. Ha. Chilinglar. Naqshisi bilan, ha, naqshisi bilan. Ey, nega? Alimjon, to'xtanglar. Ha, nega borsizlar? Men ketay. Menglama yoqqa. Ras. Men qo'g'inni tutib emasmi? Ha? Opam. Qo'g'in. Belan qo'g'inkina, Sardar. Ala chiqingni. Akila. Estağfurullah. Qo'g'in. Opam, bas. Nim bo'ldi? Mush bir qo'g'inchilikmi yuzimiz yo'qmi bizning? Ala, mana. Asla qo'y, yarsa. Buni oshmakam sanab bergan. Agar opam uqsa, ey, mushu bir qo'g'inni opangdan so'ramay tilolmamsa? Ha? Sening nari o'g'il bola? Opam uqsa. Ey, bo'ldi. Xapinma. Adolat esing gap qilib, kayfiyating toza, yaxshi emas o'xshaydi. Alimjon, yana bir ishchi, ha? Ishmaydigan bo'lsa, qo'g'iningni tilib bitma. Qanday qilsa? Ha? Ishmasa, ishmamsa? Gap qila. Ishchay. Ha, bundaqa. Ishmaydigan bo'lsa, qo'g'iningni hozirlik yeymiz endi. Ha. Ha, bundaqa. Endi mana o'g'il boladek ish qildim. Yetimchini qo'llaydi. Meni qaysing nima ko'ryapsa, men degan kimning o'g'li bilamsa, men Ro'zdodijongning o'g'liman. Aka, arig'ingni mana. Endi ishchiman, aka. O'zim ishchiman. Aka. O'taman. Men so'ldim ava. Mana ular kim ichishdi qana? Ağıllar tilpamga qo'g'ini ishtiysin va agrab pishig'ini. Mana endi payz chiqib turdi bundan. Ilinglar qo'yinglar g'illa. Men ras bilmayman qivalay.
Qani qo'g'indan bir elinglar, Bo'ldi. Ayanglar bala. Bo'ldi qilma qog'inni uyga ilib ket. Bo'ldi. Sen de boya çıkış koydun. Undan qaraganda men egiz. Men uni qilganda semizsan. Yanimishki menga ma'qul dema. Uni ma'qul deydi. Qo'yar turaqchayan. Atmamsanmishim. Xap turaqchayan. Bir şey orada. Ne bir şey yok geldi. Oy! Ne bir karanlık bu? Oy! Dana, gidelim. Oy, ben kırılay. Kaçsan bu durakçayan. Kaçma, çıkar be. Bırak çıkar durakçayan. Odamlar qiladi. Urmaydi bola. Mush odamdan to'g'ri o'g'ri keldim texe? Men o'g'ri emas. Kimsan? Men olim. Qaysi olim? Ro'z Dodijon o'g'ri olim. Hojatxonadanki o'g'li olimkan emasmi? Voy Allohim, baxshilar batiki. Men ba'zida mushu zamonning odamlarga qarab, yoqamni tutib qolaman. Oqchimi, qo'qis, hojatgimi chiqolmaydiganlarning ismi-chi? Qahramon. Chiroyi qarasa, odamning qo'rqib keldiganlarning ismi Soyib Jamol. Endi mau qo'shnimizdan kalladis paqalchaq deydigan o'g'lining ismini nima ekan desam? Olimkan emasmi? Topmaydigan gapingiz, chanmaydigan depans yo'q sizning. Sen kimni do'tlab tilovatsa? Ha? Qonni sarangdek qilg'oqgina bu. Degan odamlar tushirdiga. Ilishib qolganmish ikki sarang xotin qachonlos meni tushim o'tdigan. Hey, kimga gap qilyapsan? Voy, yen ko'chib kelgan g'ozbo'yin qo'shnimiz sarang olib qoldimikin? Degan odamni do'tlab tilovatidu. Man qara, haqdan og'ni vermay, oqshom men nima ish qildim deb o'zingdan so'rab baqina. Oqshom? Ha. Oqshom atigan kelib yotdim-ku. Men seni xili tuzuk bola bo'ldi deb qo'shib yursam, yuzimni biraqli yaqildim-ku. Nereden öğrendim ondasını? Emin çok dadağının kattigini buzub, onu az dep ularını tillab, Merip akam öge apırıp koyay dep yülep mansa onu urup, yani taş etip kaklarının derizlerini çıkıp sundurup, dadağını yokunu çandırıp, endi kandak bir yüzünü götürüp şunu hemen kaklan aldı da.
Alimcan, çayını iç. Oltura balam, çayını iç. Bayamqı gaplerimni ko'nglingga olmagin. Buningdan keyin undaq askishni qilmasanglar bo'ldi. Lekin za mushu bir ishni to'la o'ylab yurgim su. Yeshim cho'ngaygan siri ben g'am qiladigan bo'lib ketyapman. Baldorak biror uyni beshingga kiyib, meni to'la qaqshatmay, biror ishning peshini tursang bo'ladi. Endi sen ma'qul desang, mushu yoz yo'rig'ida beshingni o'ngshivassammikin deymana. Bo'ptilar apa. Mush gapni ajabni to'liq qilding. Senla qo'shildigan ish bo'lsa, qilsam qilay. Balam, sana ne chiqatim deydib diyemidim. Hashim dadangni o'zing bilasan. Dadangning yaqin og'inisi, uning o'ttiranchi qizi Hepizam. Ha? Hepiza qarayma? Undaq dema balam. U qiz bug'doyonlik bo'lgan bilan uy ishiga pishiq, yuzi tuvan shundoq muloyim qiz. Bo'ptilar. Mushu to'y degan gapdan qutulsamligu, heliga Hepiza qarayga gushamomayni epasam epagini. Nima? Bir nimalarni deb qo'dingishib ketding-ku bola. Ma'qul dedim opa. Ha, shunday qilayli bolam. Men mo sening to'yingni qilib xotirjam bo'lay. Ha? Hey, men mo qerib qoldim bola. Ha, tezroq ichi. Man Ço! Xat! Toyning man egil kelgan az deb sangim egil kelyaptamda? Eshak. Moş toy degan nimadan ajab bir to'ydim. Ay Hasan'ın köyünde usul qara. Oy, nimada usul. Oy, apa? Balam, keldingmi? Tez kirib kiyimlarini almashtirib chiq. Bugun Nahiyaga berib doktordan o'tdi ekansizlar. Nahiyaga göre? Ha, doktordan o'tmasanglar, to'y xeti bermaydi ekan. Vay. Hacabim bir petvaranglar chiqgan apa. Nurahmat şopur kundun Nahiya qatnagandan keyin shu birni og'ash chiqsin-chu. Mobalning gapining qiziqligini, hey, to'yni sen qilsang to'y xetini boshqalar akab beram-da, menga tulgab qolmay o'zing berib ekan. İnşallah hicar az boyun saran. Sen bu yigit buldun mu Alimcan? Muşu yiyeceğim o Alimcan. Yine Japani var Japani. Bir dağdan koydun mu Alimcan? Sen bu yigit buldun mu Alimcan? Toy kılganda doydun mu Alimcan? Hey, qarab turibsan bu. Manda ha. Sen bu yigit buldun mu buldun mu? Toy kılganda doydun mu doydun mu? Kuşlar sana tezkilip vay tezkilip. Sen kaybığa çındın mı öndün mu? Sen bu yigit buldun mu buldun mu? Toy kılganda doydun mu doydun mu?
qarab turishing. Sen bu yigit buldun mu? Toy qilganga qo'yding mu? Ishlar sana tashkilib, voy tashkilib. Sen qayg'uga cho'mdingmi, cho'mdingmi? Sen bu yigit buldun mu? Toy qilganga qo'ydingmi? Bunday yigitni kuchi ko'tarsa, qanday ko'tarsa ko'tar. Mana mavu kiyimlik qudumuzga, mavu ayol qudumuzga, mavu singlisiga. Apa? Ha? Ama babamla aytib qo'ydim. Balam keldingmi? Akagan boqingni bir ko'rib boqay. Qandaroq boqaq akeldingki? Babaning qilgan ishini. To'yning boqini akeldisam, xatni to'yning boqini akaginni. Bu nima endi? Voy, babaning qilgan ishini. Hey balam. Ay bu nima qilganing deyman? Qarab baqa. To'yning boqini akeldisam, xatni to'yning boqini akepsina. Men nereden akagan bo'lsam, aprib tegishib kelginman. Voy, nima deb dipingchi apa? O'xshash bir to'yning bo'lgandikin ishiltaveraylar bo'ldi. Ay balam, gapni oz qilib, men deganki men to'yga, xatni to'yning boqini taqatgan nerede var ekan, ha? Mana Xasiyat xocham. Adolatning to'yga bordigan vaqt bo'lib qopti. Juslar billa berib kelayli. Men boqaqlarning hammasini ep berib, tegishib akagin, ha? Bo'la. U to'yni shunda qizib ketibdi deyishibdi. Manda qilayli. Sizne ko'chagini bag'anda hammamiz birlashib, chaqchaq deganni uzildirmay qilib, usul deganni o'tish ketsidek o'ynab, ravrs deb shu ko'chib kelayli. Qada. Ha.
Yetondagi yaram xotinning anligiga o'xshab qoldi. Hürmet annem ekansan. Alınca görmedi bu. Şişkine. Ara, ay mektep o'rta. Hojatxona kirib, ashyo uxlab qoldim ya. Sağ. Kapsan izleyler. Sizler. Yığınızdanlar. Sizler bakıp girinler. Ben hojatxona gerek. Yok. Görünür bu adam. Yok. Ya bak taraf görünen bu. Yok bu arkadaş. Allah kanal oldu. Kaptanlı mı? Kapalı mı? Sen kapalı mı? Bak ya. Bugün nerede bu? Kaptan olmayan ne yapıyorsun? Yolun tatlı koyucuma var. Ya biraz da bağla. Oyna öyle. Hanımcan bu çarkıp gitti. Baldırak armasın. Hanımcan mübarek olsun. Meşeli başlayı alma çok gelsin. Sokamalı ha. Cürullah. Cürullah kayıtlı. Bakıla ha. Kayıtlı. Emsi ben çıkıp kettim. Ayşem qada, neymiş qılıvatsın? Oy, hazırlık keteydi. Çırığı. Salam qıl. Safat uxlab qapti. Oğlum boş to'y ketib uxlab qaptimi? Uxlab qapti. Ne bo'ldi? Akşam bağı oğlum degan toz xo'rak totib, safat uxlab qapti. Oy, hajat qishibdi. Ajoyib bolaga. Qalamdi. Şurada koptu mu? Akşam yeni uxlaptık ha? Uxlab? Ha? Neymi uxlab? Yeni kelinni köçürüp ekip koyup, özden safat etip uxlapsan ko?
To'y qildi. Endi yana tugamaydigan nima ish to bu? Hajabmi to'ydim bu haqdan? Nima chotiqkina mening ishim bilan? Alıncan hey alıncan Çong bolsan çok Yarın sana tenmirdi vay tenmirdi Onlarını tutsan çok Yarın sana tenmirdi vay tenmirdi Onlarını tutsan çok Alıncan hey alıncan Çong bolsan çok Yarın sana tenmirdi vay tenmirdi Onlarını tutsan çok Gözleriga baksam çok Ortada bir köysem çok Ya bulmuşsan olmuşsun vay olmuşsun Boğulupla ölsem çok Ya bulmuşsan olmuşsun vay olmuşsun Boğulupla ölsem çok Gözleriga baksam çok Ortada bir köysem çok Sen onunki lezzetin sürsen Hayat diyen kızık aşığında Sen onunki feyzini sürsen Öten günün şadıman Şatlık ilkide Sen bəxtinin feyzini sürsen Öter günün şadıman Şatlık ilkide Sen bəxtinin feyzini sürsen Bo'ldi bolam yig'lamanglar ajab bir to'y qilib etdinglar bo'ldi yig'lashma boshqalarning bolalarda yig'lamaydigan bolalar tug'sildi bir narsami hech yig'laydigan bolalar tug'cha bo'ldi imam asosiyani zoning yig'a bolam bo'ldi imamani Kimsini biz hani yamaklasın depti o, ha? Yokulan kışlar bilen öydün kovulu ütsen. Endi balı bekişinin teminice tip bakın. Memmice seni şundak çoğun kılan. Bugünse özden çoğun bulup bilip ayalığını vurgudek boldun ma teki?
Bo'ldi. Yig'lamagan qo'y. Yig'lama bolam. Bo'ldi. Akagina balni emizigini. Bo'ldi. Men yig'lama. Chaqchaq qilib adolatning kepini qilib qo'ysam, sening turoqda duton olgan bo'lsa, adolatni ola olaytding deydi. Shuni bilan meni qarab turdim. Ha, qarab turmuding. Urdim degina. Qara. Alimjon. Oy, xotinni yamalib tutdinglar, ha? Adash, ağlısak hepizxan yamalab ketibdi. Bundan ötüyü versek bo'lmaydi. Biz elag'inla maslahatlashib berib ekib qo'yaylik da'vatimiz. Qanday deysizlar? Oya, unda hepizakni. 2 kundan keyin o'z yeni keladi. Astagfirullah. Adash unda deb ketdinglar. Shuninglar berib hepizxan ekilib qo'yaylik. Ha. Masum balam, shundoq qilinglar. 1-2 kunlar berib hepizamni akab qo'yinglar. Nima kun bu? Bo'ldi, yig'lama balam. Bu balalar apsini seg'inib, yig'ish to'xtamayotdi. Berib akab qo'yinglar balam. Menga adash, menga. Apangni japa qo'yibsanmi? Qiziq nima ekansan? Menga. Keyin tartishmagandek ko'rmadinglar, menga. Tartishmay menga. Xatoligini to'nsangli bo'ldi, ha? Ular hech nima qilmaydi. Voy, nima demaydi? Menga. Ha. İşki aldırıp kep kaptık. Qara, sen mi ondaq dep turbanma? Öyde işki balan jığlap pekirap tursa, ayalığını açılamıza olmaydı. Şundak mı? Mening bu hepizakni ko'rgim kep qopti bo'lsa. Qara qilin, ha? Ondaq qo'z tartishma menga. Qadiming yo'q, ammamda. Hay Aliya. Ha? Darvozani ichaytda. Qo'yman deganda tinat. Salomat tudingizmi? O'lginim yo'q. Men gunoyimni tilab hepizxonni akitay deb yo'q. Akatmay. So'rab. Nima? Bu beshin yaydigan oljoq saram. Sening meni qizimni urdiganni nima qilba? Meni qo'yib ayt. Mening undaq bag'arazga bergan qizim yo'q. Fatamga javob ber. Sabr qil. Emas, o'ziga o'xshash nisbati Bo'ldi. Meni qo'yib aytma davatma. Men uni o'zimni qo'yib Men o'zim tetayman uningga bo'ldi. Sizlar aralashmanglar davatmang. Fatamga javob ber, satagan ketay. Bo'ldi qilib ochig'iz qaydi. Bugun alaydan animizni gunohingiz bilib olaylik deb keldi. Bo'ldi qilin deyman. Bo'ldi. Meni qizimni bo'lsa ketib qoldi meni. Fatamga javob ber. Bo'ldi qilin. Nima ish bo'ldi? Bo'lmam bu, ha? Sabr qilin. Nima gap bu? Bo'ldi. Fatamga javob ber. Bo'ldi qilin deyman. Men kaltakni olib beraman. Astagfirullah. Nima deb gapdi bu dayizlar? Bo'ldi. Mening qizimni urgan qo'llariga men bir urib baqay. Qanday Bo'ldi qissa. Yarımı sen alamay Ayşamı salpiyip Kandaklarsa yıkılsa vay yıkılsa Kızma kollu taşıyıp vay aşkı Yarımı sen alamay Ayşamı salpiyip Hemmisi boşuna kasaptı. Kuşa öyle. Yerine kadın kep bakınca baksın çık ötmeydi lan buradan. Kandak uyarsan Aşlı kandak bitersen Yazın çıkan kandak En doldan dilersen Yazın çıkan kandak En doldan dilersen
tez bulun. Suğu bir çıkıp ketdi. Qutulduruveling aka. Tez bulun. Suğu çıkıp ketdi birsi. Tez bulun aka. Qutulduruveling aka. İşler olma meneki onda kaldı. Kulağını aka. Kulağını aka. Tok. Kulağını mağda. Ben suzamadım kusam. Ben suzamayım. Babamı istemem. Çıkar Opa! Ha? Voy balam, ne oldu? Taraflı kettin go. Yılıkı ben kölden kutuldurup koygan balı bağ go. Şunu birinin buldum eken de kokup yürsem kokkaya dişini var degen de sakçı kirke vardı da. Ay. Opa sakçı. Sakçı. Alimcan. Öyde adam var mı? Alimcan. Öyde adam var mı? Ha? Hacetxonada? Ha mana. Techaman turiblar. Tinchlikmi? Qanday ahvoling? Tinchlikmi? Ishqir qizlar. Sen. Qani. Shukur chiqsizlar. Shukur chiqsizlar. Men choy damlab kiray. Bo'ldi. Ha. Bu yoq shahardagi To'daxon akam bo'ladi. Olimjonga rahmatini aytib ketdi. Bo'z Olimjon bilan bir ko'rishsam deydi. Bo'ladi. Men chaqirib kiray. Olimjon. Sen külüvatsan go, ulanın balısı ölüp kalmaptı mı? Hoş sever balam. Balısını qutuldurup ağalığın üçün alayda rahmet etkilik yaptı. Ula senin bilen körüş gidek. Ben bilen? Ben ulanın balısı qutulduramgan tutsam, özüm müren gidersem çık ketken tutsa. Men qutuldurup ağal deysanlı bolmadı mı? Demişsin o şu balını dep ölüp begili tas kaldın go. Bırak men. Hey, pulu bırak devemey jüre, kırıp ulak salam begin. Jüre, hele katı kişilerde kılıdı mı? Mana. Canım apamın Bular öyle. Hey, mana. Bu hakikaten yaxshi bola ekan. Opa. Olimjon, bu yoq shahardan chiqqan cho'ng tijoratchi akam To'daxon bo'ladi. Siz ularning bolasini qutqizib olganligingiz uchun ular sizga alohida rahmat aytib ketdi. Mashqisi bo'lmam rahmat aytib kelgandi. Lekin men soqchi nima kelgandi? Boshda qo'sh deb qo'yib, keyin shu xabarni bir yetkazib vaqt qada qilaman. Buni az bo'lsin qabul qilinglar. Biz keyinchi yana Bu nima qilganinglar? Kilavermay.
Avar olup kepsizler. Ulan mende. Hey, Alımcan balam. Demiş kaçıp çıktın. Al pulunu rahmet dep alsan bolmamdı. O pulni elish qat'iy bo'lmaydi. Men ularning bolasini qutuldirib olaman deb qutuldirib olmagan tursam, o'z muramga dasab chiqib ketgan tursam, hozir xo'sh-xo'sh degilar keyin choptiq chiqdi uniki. Amiz kirib yenidi birdam o'ltog'ina. Voy. Aras apa, meni atigan o'ynab chiqib ketgan, hozir uyda yo'q deb bug'ina apa. Hozir qiziq kelsan go. Hozirni ko'rishib chiqqan tursan. Yolg'on aytamdim men ularga. Hozir qiziq bo'ligina bu. Hozir Siz olimni lümlüm deb ko'zingizga ilmaysiz. Qaramoqqa u lümlüm ko'ringini bilan ko'ngli bek yaxshi. O'tgan kuni shahardagi hadamning o'g'lini o'limdan qutuldiryapti. Hadam rahmat aytib bir muncha pul bersa, og'li unimapti. Ağdın sözlüse, bağdın sözleydiğen yılıqı ağlın boşun demse. Çok kıra. Oğun oğan bolsa, adam aygan pulunu ağan bulattı. Şu sarağın almasına köyüp yürgün ne deyim ha? Neyman cezası kılsa onunla. İşte geldiğine adaş. Alimcan, bu kıtım taze Ahmet'in kepti ha? Sayılık sudun kutuldurup ağan balı var o. Şehrdeki çoğun bir unzavtının başlığının oğlu ginemez mi? Cim yürgünün olan kallan işleydi cuma senin. Navada hocayının balısı olmay. Bizdekler mescidlikte soğuk çıkıp kessek karın olmazken. Bundak Ahmet bizgi uçurmaydı da. Çok. Bırak 10 ming so'm bersa ammab demesin bu adaş. Çok. Almayman. Üzem işlep tapım hemen. Eğer u pulni bag'o mağa bergan bo'lsa, rahmat deb ilib, yanchiq sal etdim. Alimjavka, seni izdepli jürettim. Bu yerdiken sen emasmi? Sen balısını qutuldirib olgan heyli qiz zavod boshlig'i tunugin chiqib tikandagina. Un zavodinglarga bug'doy olmamsizlar desam, bo'ldi, sizlarninkini bo'lsa olsam oldim deb 50 tonna bug'doyni o'tkazib to'xtamlashdik. Shunga seni yezi bo'yicha bir taqdirlayli deb ati shig'nashmoqchi bo'lyapmiz. Yezlik hukumat meni sana alayda uqtirib qo'y degandi. Ha? Men bormayman o'shiqinga. Voy, seni de boshqa yig'in do'st bormisan qanday qo'lida? Shunda qo'zib ukam ha? Bag'in. Qiziq niki. Boshqani xavfdan qutuldirish yo'lida o'zining hayotiga qaramay, fidokorlik ko'rsatishdak bundoq oliyjanob ro'yi hammamizning o'g'nishiga arziydi. O'zimiz uchun shon sharaf keltirib qolmay, yana yuzimizdan iqtisodiy unum yaratish sharoiti uchunmi afzal sharoit yaratadi. Endi yo'ldosh olimga o'zini qizg'in havo kelib, so'zni tasdiq qilayli. Qara, olimjavka. So'zga marhamat. Men gap qilmayman. Ha. O'zingning bolani suvdan qutuldirib olgan vaqtiki, hissiyotini so'zlab bergin. Men o'chaqda qanday ko'mib ketgan. Olimjon so'zlayapti. Vaqtida qanday ko'mib. Shuni olar. Qachon borman keyin? Olimjon so'zlayapti. Shu oldirab ketmasam
Şuna qo'saqladim, shunda echkit. Eshkim shunda o'rnashang meniki. Ashta. Qarsam bir kichik bola qutquzinglar deb baqirib, "Ne bo'ldi-ki? Nemish bo'ldi-ki?" deb qarab tursam, bir bol kelib meni qo'limdan so'rab ko'l bo'yiga opirib ko'l bo'yiga opam menga doim haqning beshiga kun tushib qolsa, qiyinchilik yo'li qilib qolsa, yordam qo'lingiz sun balam dedi. Lekin men u bolani qutuldirib olay dedim, lekin men su uzamsam ya qandoq ichim og'rib qandoq umi yomon bo'lki, kiyimlarimni tortib men cho'qaylarim bilan suvga tushiribdi. Anadiki Gepan tugudimi? Ha? Gepan tugudimi? Anadiki u bolam meni foto suvga tushiribdi. Voy bo'yinlarim esilib. Shunlar g'urt sularni tashibman. O'lib qolmamikin deb o'ylab, opam esim kelib, pasinja esim kelib. Ayolim esim kelib. Tamam, yerim sınmadı. Yoldaşlar karşı. Yoldaş Alimcan bundan sıkılan söz yapamılar. Şunu oduqlatgan bo'lishim mumkin. Lekin uning qilgan ishi hammamizning uygunishiga arziydi. Alimjon balam, boshqa gapni qo'yib, hepizxonni akilib olsak bo'ladi. Men mo ikki bola bilan uyning ishlariga yetishaman, qilyapman. O'zingni qiynab qilyapsan. Undaq degani bilan o'tganda o vat xotin og'ilrimning oldida meni non qipi deb tilgan tursa, qizini urgandan keyin unchalik tillab qo'ydi-da. Fatamxon bilan menmi ko'rishgan, xilil o'tdan gap qildi. Guna o'zingda bo'lgandan keyin yana og'illaring bilan berib baq, egilgan boshni qilish kesmabdi degan gap bor emasmi? Qacha. Turmush kechirish uchun o'g'il bola pishlik lazım. Bir qo'yni o'xshab so'yolmaysan, mendan keyin qolsang qanday qilasan? Hey. O'tani.
Beşağım etti. Kayağım etti. Bir şey... Vay balam, nimish qilyapsiz? Qo'yni bo'g'izlayman deb o'zingni bo'g'izlayapmi yana aka? Alimjon. Kela balam. Nimish qilyapsizlar? Ma'sum balam, kagining yaxshi bo'ldi. Olim qo'y so'yman deb meni qo'rqitib, qirg'anda jinimni og'il tas qoldi. Qarmam sen olimga heli qibalni qutqizib olgandan keyin guzatchilikka o'rinlashtirib qo'ygandim. Ketisi guzatga turgandan keyin bo'ldi qilmay, qo'y so'yib qassobchilik qilaman deb turib oldi. Bo'pti desam, bir qo'yni so'yamay meni bekmi avar qildi. Ma'sum balam, sen bir qo'yni so'yib ko'stib qo'yg'ina. Hey olim. Mushnimi so'yamadingmi? Qarab tur. Mandaq so'ydi. Bu to'rtli putini bog'lab olganlar, bir putini chiqarib bitib, shuni mahkam bog'lab. Mana uni ishkisam, rahmat. Teşhik malimchinikka. Qo'y, go'sht yetib o'tamsiz? 1 kilo beraymi? 250 gram. Rahmat sizga olimchilikka. Adamning o'g'lini qutuldiryapsiz. Geldi. Ben. Bundaq sasınız ziyan tatsız olimchilikka. Pichoqni menga bering. Geldi. Rahmat sizga olimchilikka. Xo'shamsiz? Oy, qaytib keldingizmi? Nima deyapsiz? Lag'man. Lag'man? Qarang tura. Olimjonning tuzligini 250 gram go'sht bering desam, 1 kilodan ortiq go'sht beryapti. Qaraganda taroz tatishni bilmaydigan o'xshaydi. Qaysi olimni deysiz? To'zikamning olimjonchi. Olim go'mishmi? O'chi, atay shunday qilgan. Şunun qaraganda seni tehiç unutamabdi-da. Bir tayinlaq makan vay bulmaz. Bir tayinlaq makan vay bulmaz. Şu bu künde ülep kessem dadım. Kulum elge rava vay bulmaz. Oy, Alimjon adıdan tutuptur ha. Alimjon ey! Qani Alimjon, göppida shu birni. Amashmayman. Men güzelchilik qilsam
güzelchilik qilmasam bo'lmaydi. Men ishmayman. İşte bir ne? To'xta, o'tira. Ana, mana birini ishim. Men ishmayman. İşte. Ala, bir nechkanga ishni bo'lmaydi. Mushu hozir vaqo kimning gapini qilsa shu o'zi keladigan bo'lib qopti. Bayotni Alimjonning gapini qilsa quli qizdigandek darhol kelib qoldi mana. Akila. Alimjon, tuta. Ama bir ishmay. Ala birni guppida. İçmemse? Birini içmem. İşe. Ay, içimde ha. Belle ha. Hozir ishkining o'zining navbati. Mana mava so'rinning qoidasi. Ale. Voy oldaymi ha, ale? Ya ishmayman. Ya ishmayman. ishmayman. Ya ishmayman. Men ishmayman. Alama qo'ldan kelib ketdi. Ya bo'ldi ketma, bo'ldi ishmayman. Alimjon, ey. Bo'laveram sizlar, bo'ldi ishmayman. To'xtab tur. O'tira. Ishmayman. O'tira bundaqa. Akila. Ma birni qo'lingga elib, ha. Gipida, ha. Ishimsa bo'ladimi? İşte. Voy ishchivita. Ishmayman. Akila. Ey, emsi vaqo ma so'rinda bir payzi qilib bermamsa? Ha? Payza? Ha? Nim payza? Ilqi vaqtidagi latifalarning deb berib bizni bir kuldamamsa? Ha, qandaq? Ha, başlay. Musallas ishmisam, dapasam dapray. Ha. Başla. Bir adam shaharga qo'g'ina kirdi-da. Ha. Akirgandan keyin bir kichik bola qo'g'inidan birini qechibdi-da, qochgandan keyin hali qadam yugurib bir kap tutibdi-da. Ha. 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 Hey? Tugidimi? Tugidi. Ha? Ha? Bu latifimi ya? Gapmi? Ha? Hey, bu degan olimning latifasi. Uning latifalarini anglab, 2 kundan keyin oldin kelsa, ha? Alimjon, ala ishga mana. Ishmayman, men ketay. Men ishim bor, kechday. Ishmayman. Men ketdim. Ey balla. Ya ishmisa. Ya so'rida o'ltamisa, ya xotini yanida turmasa, buni o'g'il oldiga bo'landi. Bu-chi, azaldan o'tib ketgan loyihalar nima bu? Puya, 10 piyoldan ichishma. Puya? Hali bo'ldi qil. Sen kimtu? Puya? Mushni bilan 10 piyoldan ichishma. Hali bo'ldi qil. Sağırlaşma. Sen cimota. Puya? Bo'ldi qil, bo'ldi. Qo'ypa. Mal qo'ypa. Bo'pti. Qo'ypa. Aka. Ishcha. İşte. Ha, qanda? İşte aldın mı? İşte. İşte. Alim. Man kuya. Oldu qilib. Bo'ldi. Ha.
İşmemse. Yengildin mi? Alim. Ha, yengildin mi? İşe. Bo'ldi qila, yengildi. Ya to'xtab turma, mana ular ishchimi? Bo'ldi qila, yengildi. Bo'ldi qila. Alim. Yengilgan bo'lsa, qanday bo'lsa, tutachala. O'ynaymiz. Ha, o'ynasak o'ynadik, unda asmayoq o'tsa. Men o'tiray. Ha, tutan ala. Ha, akka tutan. Garip avardı. Turaqning ko'nglini ranjitib qo'ydim-da. Qanday qilib ko'ngil evolamandi. Asta. Menda ranjiganmidi endi. Ay, meniza. O'tganda ajab bir so'zlamay qolgandim. Bugun bir so'zlab olaychi. Men o'tganda xodin kelib o'tib bir kichik bolani suvdan qutulib oldim. Lekin ben su izlemettimde. Lekin bu balı beni qutulib oldimmi? Lekin men bu balani qutulib oldim. Balalar, men naqshitdi ya, naqshi. Sen bakildin, eyvah, abi, vapay, abi, neki, mas, dimeki. Ve aynı mükü bu kimin mutlusu? Naqshani endi aytdi. İtimni kamçılap öttüm. Kariyemek ağırlıken ağlayabilir. Oynasa ağlay tüzük oyna ayariyemey her işini yolu bile
Süyemen de ümmet üzmüdür ya ölmesem Bu olimning naqshisi. Alim Mesulov naqshet qilib turibdi-da. Yurlar, bizni ko'rib baqaylik. Ot ketdi! 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 Oturun ama! Onu düşüreyli! Kapsa bulunma! Onu düşüreyli! Kapsa! Allah lanet! Hey, ma otunu mu ölçülep olduk? Hem ağlım ne gitti? Ha? Oğlumdan o üstünme. Hep Alimbek ah ko'ngil balidi. Boshqalarga yordam beradi. Butun odam uni yaxshi ko'radi. Voy Alim, nega ketding Alim? Endi biz qanday qilamiz? Voy Alim, voy Alim. Voy Alim. Alim. Ne ketkendi o? Hey yoldaşlar, qarab turavermay, yana bundan bir kishe baqaylimi? Ha, jurlar. Hamma o'zdan ha. Ketdi u bola. Orada qaranglar niyaga. Ya saatlik bepaqama. Hayır, sanki ya. Ha? Vay maya dike. Voy. Ya arkadaşlar. Çekil. Halimga bir nima bo'lsa, qanday qilar hamda? Pek hasret hayat emasmi? Voy sattirdi. Apa. Kitaylar apa. Kitaylar. Apa kitaylar. Alimjon, kör şeyle. Ha? Kör şeyle. Haloyiq. Ha?
Mushundaq hangvaqt odamga dodini boqqili bergandikan, to'ylisi bo'ladi. Bu kent boshlig'ining nima qilgani? To'ylisi bo'lmaydi. To'ylisi cho'qib keladi. Nima so'raydi? O'zini seni oyoqqa tursa. Shundan keyin dastlab Olimjon haqida xilma-xil so'z cho'chaklar tarqalib yurdi. Ba'zilar uni go'mishdan go'mishqa, bo'lumsizdan bo'lumsizlik selib tillasa, ba'zilar shunchalar narsaga o't qo'yayotgandan keyin uningga jazo berilish kerak deydi. Buning bilan Olimjon bir mazgil ishdan to'xtab uyiga qaytardi. Lekin oxiri hamma ish oshkorlanib, o'tni kimning qo'yganligi aniqlangandan keyin u yana ish o'rniga qaytarib keldi. Uning og'zidan so'z cho'chak qilg'uchilarmi qumga singan suvdek jimmidoq ketishdi. U o'zining oq ko'ngildagi rostchilligi bilan kishilar qalbida yana suyimli obrazga aylandi.